Shuncha yil yashab faqat endi uy uchun eng foydali life hackni bildim. Stakan olamiz, folga olib, stakanni mahkam o'raymiz. Shunda bizda kichkina cho'ntak hosil bo'ladi. Unga 1 choy qoshiq zerdachal, kurkuma, 1 choy qoshiq dolchin va 5-6 dona chinnigul qo'shamiz. Qo'shdik, endi hammasini olovga qo'yamiz. Olovni kichkina qilib qo'yish kerak, aynan past olov bo'lishi shart. Shu folgani olovga qo'yib, reaksiyani kutamiz. Folga ichidan zerdachal va chinniguldan tutun chiqa boshlaganda, mana bu eng zo'r vosita bo'ladi. Chivinlar, pashshalar, har qanday hasharotlar, hatto tarakanlarga qarshi ham ideal vosita. Bir marta qilsangiz, hasharotlarni butunlay unutishingiz mumkin. Eslab qoling, like bosing, obuna bo'ling. Bundan tashqari uyda juda yoqimli hid ham tarqaladi. Hammaga salomlar.